Bu avtosportga sharoitning umuman qizig'i yo'q. Bu yerda fizika qonunlari sinovdan o'tadi va oxirgi nuqtasigacha ishlaydi. Bu yerda birgina xato rul harakatda bu hammasi tamom degan. Ralli shiddatning eng yovvoyi shakli. 1911-yil avval boshida ralli oddiy avtomobil musobaqasi. Odamlar shahardan shaharga, tog'dan vodiygacha ommaviy yo'llarda kim tezroq va aniqroq yetib boradi shuni sinashardi. Lekin keyinchalik 1973-yilda FIA rallini rasmiy avtosport darajasiga ko'tardi. Bu yerda klassik trassalar va standart shartlar yo'q. Bu yerda har bir bosqich yangi xavf, yangi sinov degan. Bu yerda haydovchi, shturman, texnika va qaror qabul qilish tezligi, xullas butun jamoa sinovdan o'tadi. Ralli avtomobillari sharpadek tez va burgut kabi uchishi bilan birga juda yengil va mustahkam bo'ladi. O'rtacha 1200-1300 kg atrofida. Bu yengillik tez reaksiya uchun, mustahkamlik esa kuchli sakrashlar va zarbalar uchun. Motorda esa hajmdan ko'ra xarakter muhim. 1.6 litrli turbodan boshlab 2-2-3 litrli turbo motorlargacha chiqqan. Kuch taxminan 280 dan 386 kuchgacha. Bu motorlar past aylanishda yo'q tortadi va qum, qor, toshliklarda ikkilanmay ishlaydi. Podveska esa rallining yuragi, u uzun xodli, zarbani yutib oladi va sakrashdan keyin avtomobilni yerga tirik holda qo'ndirib beradi. Rul esa juda o'tkir, reaksiya tez, gaz darhol javob beradi, tormozlar kechikmaydi. Chunki bu yerda qarorlar million soniyalar ichida qabul qilinadi. Rallida haydovchilar 300-400 km yo'l bosishadi. Shundan 100-150 km maxsus bosqichlar. Yuqori tezlikda yopiq yo'llarda harakatlanishadi, lekin xato qilishga esa aslo yo'l yo'q. Ob-havoni qizig'i yo'q. Yomg'irda yo'llar loyga aylanadi, tormozlar masofasi uzayadi va nazorat qilish yanada qiyinlashadi. Rallida yo'l oldindan yodlanmaydi. Haydovchi shturman aytgan yozuvlarga ishonadi. Bir burilishda 0.2 sekund kechikish bu avariya degani. Yozda salon ichida harorat 50-60 gradusgacha chiqadi. Yurak urishi minutiga 160-180 ga yetadi. Har bir bosqich 20-30 daqiqa diqqat bilan davom etadi. Shuning uchun ham rallida g'alaba faqat tezlik bilan emas, aniqlik, chidam va sovuqqonlik bilan qo'lga kiritiladi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Bu ralli avtosportiga JM'ning qaysi avtomobilda dosh bergan bo'lardi? Kommentariyaga yozib keting.